Assalamu alaykum, ekran oldidagi kompyuter havaskorlari ham o'qirmanlar. United Coder ekranıga xush keldinglar. Bugun men bu sin orqali sizlarga Java programmasiyalasini o'rganishning nima uchun intayin muhimligini tushuntirib o'tmoqchi. Bizning Uyg'ur qarindoshlar orasida yumshoq detallarlig'ichi bo'laymi yoki yumshoq detalning subtini avtomatik tekshirish bo'laymi degan savollarni qo'yganlar intayin jiq. Yumshoq detallarlig'ichini biz software developer yoki software engineer deymiz. Yumshoq detalniki subtini avtomatik tekshiruvchini software test automation engineer deymiz. Buni İngilizce software developer versus software test automation engineer. Mayli siz software developer bo'ling yoki software test automation engineer bo'ling. Har ikkisi uchun Java programını o'rganish intayin muhim. Bizning hozirgi qarorda tarbiyalayotgan o'quvchilarni yumshoq detalningki subtini avtomatik tekshiruvchi yo'nalish qarab tarbiyalayotimiz. Agar qarindoshlarimizning ko'p qismi yumshoq detallarlig'ichi tarafga ehtiyoji bo'lsa, yumshoq detallarlig'ichi qilib tarbiyalash kursini olsak bo'ladi. Hozir bir qism qarindoshlar orasida yumshoq detallarlig'ichi, ya'ni software developer test engineer qaraganda yuqori o'rin turdi. Yoki bo'lmasa test engineer yumshoq detallarlig'ichi qaraganda yuqori o'rin turdi. Degandek xilma-xil talash-tortishlar mavjud. Hatta ba'zilar men software developer bo'laman, men software tester bo'lmayman degan ko'zqarash mavjud. Mayli siz software developer bo'ling yoki software test automation engineer bo'ling, har ikkisi injenerlik kasbi, ya'ni yumshoq detallaylash. Bu yerdagi birdan-bir farqi nima deganda, siz yumshoq detallaylash engineer bo'lmoqchi bo'lsangiz, ya'ni software developer, sizningki o'rgangan mazmuningiz yumshoq detalni laylash tarafga qarab taraf qiladi. Agar siz test automation engineer bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz yumshoq detalning subtini tekshiruvchi tarafga qarab kod yozasiz. Har ikkisida o'xshashlar kodi laylash bo'ldi. Undaq bo'lsa, tuvandagi rasmga qarang. Siz yumshoq detallarlig'ichi, ya'ni software developer bo'lish uchun balkim .NET o'rganishingiz mumkin, ya'ni C#, ASP deydi, Perl deydi, JavaScript, Ruby, Python deydi. Ondan Java. Mushu programmaning hammasida o'xshashlar bir torbatni laylash bo'ldi. Siz agar torbat laylashni o'rgansangiz, software developer bo'lasiz. Agar torbatning subtini tekshirishni avtomatlashtirish kasbini o'rgansangiz, software test automation engineer bo'lasiz. Ko'pincha software developer kasbiga sizningki kompyuter kasbida bir oliy maktabni bitirgan kinishkingiz, ya'ni diplom bo'lishni talab qiladi. Lekin software test automation engineerga undaq diplom bo'lishni talab qilmaydi. Shunlashqa bizningki tarbiyalashni bitirgan o'quvchilar projekt ishlab olgandan keyin 1 oydan 6 oygacha ko'pincha xizmatlarga o'rilish bo'ldi. Men software test automation'ninki qandoq bo'lganligini tushundirmasam-mu, bizning darsimizga qatnashgan o'quvchilar biladi. YouTube'dan video ko'rib balkim bilasizlar. Tuvanda men oddiy bir Tor application'ni Java orqali qandoq laylaganini ko'rsatib qo'yay. Shu orqali sizlar Java programmini o'qisanglar, ham yumshoq detallarlig'ichi, ham yumshoq detalniki subtini avtomatik tekshiruvchi bo'lganligini tushunsizlar. Unda bo'lsa, daftaringlar ekranda bo'lsin. Mushu ekrandagi hozir ko'rib turibsizlar, men o'zimniki mush mashinani bir mulozimatchi mashina qilib bekitdim. Bu bir nihoyat oddiy bo'lgan bir torbeti. Bu torbatni men
Java'ningki JSP, yani Java Server Page orqali laylab chiqdim. Mushu boshpat, kirib tursan index ma boshpat. Bu boshpatni ochgandan keyin bizniki ma United Coder'ning logo. Andan ma hozirgi vaqt. Hozirgi 2026-26 ma vaqt. Andan ma birinchi qur Hello World. This is the first Java JSP page by United Coder. Bu bir xatni besib chiqardik. And then this demo is for United Coder students. Bu United Coder'ın o'quvchilari uchun bergan demo dedik. Your IP address, IP adresi bu local bo'lganligi uchun. Bu yerda shu hammasi nol bo'ldi. Endi bugungi chisla 2026-26. Mesela mushu torbatda biz bu yoqdagi click here to open multiplication page. Men mushu torbatda bir kare jadvalni besib chiqarmoqchi. Bu yoqdan click here to open the page desak, mabet açıldı. Yani type the begin and end number for the multiplication table. Please enter start number. Please enter your end number date. Mesela ben 5 kere 5 cevap çıkılay. Mesela 5. Miyaka end number 5. And then 2 kere kunuk var. Ma cancel degani qilsam, bu ya 0 ga aylandi. And then yana qaytadi mesela 5. Miyaqdan 5ni bastım. And then generate table'ni bassam, ko'rib turibsizlar, mana bu kar jadvali ekranni ko'radi. Birdan boshlab 5gacha. Go back to main page. And then bu yoqqa masalan men 9, bu yoqqa 9dan bassay, generate table. Mana hozir 1dan 9 bo'lgan sonniki bir kar jadvali bitib chiqdi. Demak, mushu jami 3 betdan tuzilgan bir tor. Bu bir adetki bir misal. Men mushu torbatniki qandaq laylab chiqilganligini sizlarga amli kod bilan tushuntirmoqchi. Men Eclipse'da United Coder Web Tutorial degan bir proyektni qurdim. Bu proyektni biz Maven orqali qurib chiqdik. Andin bu proyektda bu yoqda 3 hujjat bor. Birisi index.jsp deydi. Aba ekranı ko'rgan uchuringiz mana shu. Masalan, Java'ningki calendar degan package ishlataman. Java'ningki date degan library ishlataman. Date format and then ma image degan United Coder logo. Dal sizlar ekranda ko'rgan image shu. And then ekranga mana hello world. This is the first Java JSP page by United Coder. Mesela bana hemen özgertip hazır United Coder degan özgertip miyege dolqun tarihimde kirgizib bu application özgertgandan agar men buni to'g'ri chiqaraman desam, o'ng tarafni chekib bu yoqdan export and then war file deb bu bizniki mulozimat mashinaning o'rni destination bu yoqdan browse qilib Muşurunu çıkarsam buldu. Save. Mane finish. Bu save kılamsan deydi. Yes, save dedik. Hazır bu betni save qilib bulduk. Endi biz torbetni açıp bakaylı. Mesela managa localhost Java bu localhost andın bu yoqdan biz United Coder Web Tutorial deb bassam, tutorialning ichidagi index.jsp mana bu ism to'lqin tarim o'zgardi. Demak, nima deganda torbatni laylamak ancha murakkab emas. Lekin sizlar Java'ni bilishingiz kerak. Unda qo'z qaranglar. Mana birinchi qurga bu HTML orqali besib chiqardik. Ikkinchi qurga adresini besib chiqardik. Üçüncü qurga current date bugungi kunni besib chiqardik. Hamsi Java code. To'rtinchi qurga bu click here to open the page ga multiplication page. Mesela bu yoqdan multiplication page ni açsak oldi bilan bu calculate mana achayli. Mesela mana bir bu form bir jadval. Bunaqa start number buni kirgizamiz. And then end number bunu kirgizimiz. Bunun kendisi HTML kodla yazılgan.
Undaq bo'lsa Java kodi qayerda? Java kodning o'zi bu yoqdagi multiplication JSP. Hozir ko'ribsizlar mana int begin number, ya'ni carry'ninki boshlangan nomeri, carry jadvalining oxirlashgan nomeri. Ondan bu table degan jadvalni bekitdik, tr degan qurni qo'shdik. Ondan har bir carry'ning ko'paytmasini bir td degan jadvalniki bir ko'zniki kirgizdik. Mana mushu bir Java kod. Mushu Java kod orqali biz bir torbatni loyilab chiqdik. Demak, mushu odatdagi bir torbatni HTML kod orqali, ondan Java kod orqali birlashtirib bir torbat loyilab chiqdik. Shunlashqa sizlar agar mushu IT sohasida men taraq qilay yoki men software test automation engineer bo'lmay, software developer bo'lmoqchi deb o'ylagan bo'lsanglarmi, Java programmini o'rgansanglar, software developer olmak intayin oson. Chunki mushu ekranda sizlar ko'rgandek, bu kodning hammasi noati odatli bir kod. Faqatla sizlarniki kodni yozishdagi uslubinglar, ya'ni kod yozishdagi framework deymiz, Java qurilmasi o'xshamaydi. Biz test automation qanda Java'niki test automation framework qilib taraq qilamiz. Application developer yozganda Java'niki shu web development taraq qilamiz. Mayli sizlar Java web developer bo'linglar yoki Java software test automation engineer bo'lmoqchi bo'linglar, Java'ni o'rganish intayin muhim. Shunday qilib bugun men shu bir oddiy misol orqali Java orqali bir tor batni qandaq loyilash, ya'ni tor applicationni qandaq loyilashni ko'rsatib qo'ydim. Tuanda men shu tor batni yana bir qatim sizlarga ko'rsatib qo'yib, bu videoni oxirlashtiraman. Mana shu tor batni qayta ochay. Google Chrome'dan bu localhost degan, men shu o'zimningki kompyuterni bir mulozimatchi mashina qilib bekitdim. Birinchi biti index. Rasm ko'rib turibsizlar, bu rasm dal bizniki koddagi ulangan rasm. Click here to open multiplication page. Buni bosdik. Ondan yoqqa nomer kuzaydi. Masalan biz alt carry jadvalini chiqaramiz desak, altın bassak generate table, mana bo'ldi. Agar men jiqsani chiqarmoqchi desanglar, misol uchun bo'laverdi. Masalan biz 20 deyli. 20 generate table. Qarang mana shundoq jadval chiqdi hozir. Mana birdan bu yoqdan 20 ga olgansan, 20dan 16 mushsaniki hammasi ekranda ko'rildi. Mana 20dan 20 to'yzi bo'ldi. Go back to main page. Demak, sizlar Java programmasini yozish o'rgansanglar, application development qilmoqmasan, test automation qilmoqchi bo'lsanglar, u oson, lekin eng muhim narsa Java kod yozishni cho'qim o'rganishingiz kerak. Undaq bo'lsa, bugungi shu sin mushayda oxirlashdi. Agar savolinglar bo'lib qolsa, Facebook orqali yoki Instagram orqali yoki WhatsApp orqali men bilan aloqalasang bo'ldi. Bizningki Facebook betimizningki o'zi mayaqdan Google ni ochib United Coder Facebook deb izlasanglar, bizningki United Coder betimiz ochildi. Şirketniki logosi, mushu uchurniki hammasi shu. Undaq bo'lsa, shu 400 da ko'rishaylik. Bugungi sinni ko'ngil qo'yib anglaganga ko'p rahmat. Agar Java o'rganib developer bo'lmoqchi bo'lsanglar, sizlar shu Java'ni Uyg'ur School torbadagi darsini o'rgansanglar bo'ldi. Yoki bizniki kilajli ochmoqchi bo'lgan Java program tarbiyalash sinfiga qatnashsangiz bo'ldi. Xayr xo'sh.